Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 doirasida Andijon klubini Bahraynda Al-Haldiyaga qarshi muhim uchrashuv kutmoqda. Burgutlar Manama shahriga yetib borgan va bo'lajak o'yin uchun jiddiy tayyorlanishmoqda. Jamoaning iste'dodli futbolchilaridan biri Sunnatulloh Hamidjonov klub matbuot xizmatidagi bo'lajak bellashuv oldidan intervyu berdi. Raqib haqida ma'lumotlarga egamiz, chunki o'z uyimizda Bobur Arenada yaxshi chiroyli o'yinlar ko'rsatdik. Xudo xohlasa Bahraynga g'alaba uchun keldik. Osiyo Chempionlar Ligasida yaxshi harakat qilyapmiz. Nasib qilsa bu yerdan 3 ochko bilan qaytamiz. Guruhdagi vaziyatlar yaxshi. Hammada imkoniyat bor, dedi Sunnatulloh Hamidjonov bergan o'z intervyusida. Eslatib o'tamiz, uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.